Nima uchun homilador ayollarni tug'ruqdan so'ng qaltiroq bosadi? Buni hech o'ylab ko'rganmisiz? Bunga asosiy 4 ta sabab mavjud. Birinchisi gormonal o'zgarishlar. Tug'ruq vaqtida tanada gormonlar, oksitotsin, adrenalin, kortizol keskin o'zgaradi. Bu o'zgarishlar asab tizimini qo'zg'atadi va natijada tanada titroq paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab qon va issiqlik yo'qotilishi. Tug'ruq davomida ayol ko'p terlaydi, qon yo'qotadi va tanada suyuqlik kamayadi. Shu sababli tana o'zining qaltirashi orqali issiqlikni saqlashga harakat qiladi. Uchinchi sabab kuchli stress va charchoq. Tug'ruq juda katta jismoniy va ruhiy jarayondir. Charchoq, asabiylik va kuchli hayajon ham titroqni qo'zg'atadi. To'rtinchi sabab anesteziya, og'riqsizlantirish ta'siri. Agar tug'ruq vaqtida epidural yoki boshqa og'riqsizlantirish vositasi ishlatilgan bo'lsa, uning yon ta'siri sifatida ham qaltiroq kuzatilishi mumkin. Ammo titroq uzoq davom etsa, issiqlik chiqsa yoki umumiy ahvol yomonlashsa, bu infeksiya yoki qon yo'qotish belgilari bo'lishi mumkin va albatta siz shifokorga bu haqda aytishingiz lozimdir.